Ushbu loyiha Turon bank hamkorligida Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani Haqiqat mahallasi 86-88-kontida amalga oshirilmoqda. Bu yerda qovun ekilgan, maydoni 15 gektar, uzunligi 600 metr, bo'yi 250 metr. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozir ekinlar unib chiqqan. Ekinlar yetishtirish 90 kun davomida davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihada 30 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jalikda 5 gektar, ya'ni 50 sotikdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Ledi tadbirkor Efes Logistik biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektarda 35 tonnadan jami 525 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin maydonlari olingandan so'ng ikkinchi ekinda ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer maydonlari daromadi yanada oshib boriladi.